Cristiano jahon chempioni bo'lish sen uchun orzum deb so'rasang, yo'q, bu men uchun orzu emas. Ya'ni bu narsa sening darajangni belgilamasligi kerak. Yo'q, nimani belgilash kerak? Men futbol tarixidagi eng yaxshilardan biri ekanligimni belgilash, bitta musobaqada g'olib bo'lish orqalimi? 6 ta, 7 ta o'yinda ishtirok etibmi? Seningcha bu adolatdanmi? Seningcha biz APLda chempion bo'lamizmi? Arsenal biz turnir jadvalida yetakchimiz. Bo'lishi mumkin. Buning imkoni bor. O'ylashimcha APLda jamoalarning darajasi bir-biriga juda ham yaqin. Ya'ni top jamoalarning darajalari. Lekin APLda bilasan, nima bo'lishini bilish qiyin. Bu juda ham qiyin va murakkab chempionat. Lekin Manchester United chempion bo'la olmaydi, bu aniq. Sababi ochkolar bo'yicha farq ancha katta. Endi bo'lishi mumkin, lekin men bunga ishonmayman. Arsenal balki menga ozgina umid bera qol. Ha, bo'lishi mumkin. Iloji bo'lsa menga aniq, ha, bo'lishi mumkin. Ko'ramiz. Sening og'zingdan Arsenal chempion bo'ladi degan gap chiqishi kerak. Ha, Arsenal chempion bo'lishi mumkin. Rahmat. O'tgan hafta sen milliarderga aylanding. Bu yolg'on. Bu yolg'onmi? Milliarderga aylanganimga bir necha yil bo'ldi. Demak, ancha avval, ha, 39 yoshimda. Buni qanday qilib bilding? Kimdir aytdimi? Pirs qancha pulim borligini bilaman-ku. Aniq qanchaligini bilasan-a? Albatta. Endi 100% shuncha deya olmayman-ku, lekin ha.